Odatda respublikaning biror joyga borsanglar, qayerdansan desa, palon viloyat, palon tuman deylardi. Vodiyda shunaqa bir qishloq bor, O'zbekistonning hamma joyida bor. Qayerdansan desa, prямо qishlog'ini aytishadi. Palon joydanman, misol uchun Olmosdanman deshadi. Shu yerda ham olmosli akalar bor ekan. Olmos desa menimcha hamma taniydi. Dehqonchilikka ish tushganlar. Qovun paykalini ko'rsalarchi va maza qilasizlar. Peshku bilan Shofirkonni o'rtasidagi dalalarda joylashgan ekan. Ko'rishib olib keldim, vodiydan bo'lgani uchun sifatini olay deb. Hormanglar aka. Salomat bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Yashana, rahmat. Yoningiz sog' bo'lsin. Qalay bo'lyapti dehqonchiliklar? Dehqonchiliklar bo'lib Pishdimi, pishmadimi hali? Pishdi, xudo xohlasa. Kelishaversinmi? Kelishaversinlar. Mahalladan kesachi o'zi 20 ta, bozormi? 30 ta olaman deb kelsa. Qancha bitta olsalar ham, 1000 ta olsalar ham, xudo xohlasa, pakalimiz mana tayyor bo'ldi. Kelaversinlar. Bor. Qovunlaringiz bu?